Yettinchi foyda. Kelajagimni sotaman. Bu hazil emas. 2008-yil Mayk Merrill degan odam o'z kelajagini hozirda arzon narxda sotgan ekan. Hozirgi kunda odamlar o'zini kelajagini, men masalan hozir shu sohada o'qiyapman, mana shu mutaxassis bo'laman, shu sohada mutaxassis bo'laman va kelajagimda 1 soat vaqtim $10,000 bo'lganda, shu 1 soat vaqtimni hozir $100 sotmoqchiman yo $1000 sotmoqchiman deb e'lon qiladigan Human IPO degan sayt bor ekan. Men hozir ikkita narsani sotmoqchiman. Ungacha siz kommentariyada siz ham kelajakda nima qimmatli narsangizni hozir arzon sotishingizni yozib turing. Faqat ehtiyot bo'ling. Ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalar ham qonuniy kuchga ega. Birinchi sotadigan narsam hozirda ishlab turgan Feruz Zo'rtuz korxonami kelajakda 1% $1 million bo'lishi kutilayotgan, ayniqsa qon ko'paytiruvchi Tibet tuz ishlab chiqarganimdan keyin rivojlanishi sezilarli darajada oshdi. Shu kelajakda $1 million bo'lishi mumkin bo'lgan aksiyasini hozirda $10,000 ga sotmoqchiman. Ikkinchisi, Instagramdagi shu profilim 1 yil 2 yil ichida xudo xolasa Reels'dagi bitta reklama narxi $3,000 bo'ladi. Lekin hozir pul to'lagan odamga $30 dan sotmoqchiman. Kelajakda qanchalik qimmatli odamligingizni bilish zo'r.